Kanadaga kelgandan keyin birinchi bo'lib nima ishlarni qilish kerak? Qaysi ishlarni amalga oshirish bu davrga tezda moslashib ketishga yordam beradi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, yaqin kelajakda Kanadaga kelganingizda qanday qilib yo'lingizni tez topib olishingiz juda ham katta foyda beradi deb o'ylaymiz. Ismim Alimardon va hozirgi kunda Kanadaning Yukon viloyatida oilamda yashab kelmoqdaman va litsenziyaga ega immigratsiya advokatga assistent bo'lib ishlayman. Kanada imkoniyatlar mamlakati. Lekin yangi davlatda hammasini yangidan to'g'ri boshlash uchun bir qator muhim qadamlarni o'z vaqtida bajarish kerak. Kanadaga kelgandan so'ng birinchi haftalarda amalga oshirish zarur bo'lgan eng asosiy ishlar ro'yxati bo'yicha gaplashamiz. Kanadaga kelgandan so'ng eng birinchi qiladigan ishingiz SIN, ya'ni Social Insurance Number olish kerak. Bu 9 xonali raqam sizning rasmiy identifikatoringiz bo'lib, ish topish, soliq to'lash va davlat xizmatlaridan foydalanish uchun mutlaqo zarur. Servis Kanada ofisiga yoki canada.ca saytiga kirib, onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Shuni unutmangki, bu SIN raqamni ish beruvchidan boshqa hech kimga bermang. Ikkinchi qadam, bank hisob raqamini oching. SIN raqamini olgach, darhol bank hisob raqamini ochish tavsiya etiladi. TD, RBC, BMO, Scotiabank, CIBC kabi yirik banklar yangi kelganlar uchun maxsus New to Canada paketlarini taklif etadi. Ko'pincha bu banklar 1 yilga bepul xizmat ko'rsatadi. Video ostida qanday qilib bank hisob raqami ochilganda turli bonus va imtiyozlarni qo'lga kiritish bo'yicha maqolaga havolani qoldirdim. 3-qadam, SIM karta oling. Kanadada aloqa xizmatlari arzon emas. Shuning uchun tarif rejalarini solishtirib ko'ring. Asosiy operatorlar bo'lgan Rogers, Bell, Telus va ularning arzonroq shuba kompaniyalari Fido, Kodo, Virgin Plus, Public Mobile. Yangi kelganlar uchun prepaid, ya'ni oldindan to'lov tarifi birinchi vaqtda qulay tanlov bo'ladi. Ba'zi aloqa operatorlari yangi iPhone'ning eng so'nggi modelini juda past foizda 2 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyatlarini taqdim qiladi. 4-qadam, kredit karta olib, kredit tarixini qurishni boshlang. Kanadada kredit tarixi, ya'ni kredit skor juda ham muhim. Bu narsa ijara uy topishdan tortib telefon shartnomasi tuzishgacha hamma joyda talab qilinadi. Yangi kelganingizda kredit tarixingiz noldan boshlanadi. Shuning uchun ham imkon qadar tezroq kredit karta olish va uni muntazam ishlatib, o'z vaqtida to'lab borish zarur. 5-qadam, haydovchilik guvohnomangizni almashtiring. Har bir provinsiyaning o'z qoidalari bor. Ko'pchilik provinsiyalarda xorijiy haydovchilik guvohnomasi bilan cheklangan muddatda haydash mumkin, masalan 3-4 oy. Keyin esa mahalliy guvohnomaga almashtirish talab qilinadi. Buning uchun nazariy va amaliy imtihonlar topshiriladi. Harakatni ertaroq boshlang, chunki navbatlar uzoq bo'lishi mumkin. 6-qadam, ish topishni ertaroq boshlang. Kanada ish bozori networking asosiga qurilgan. LinkedIn profilingizni yangilang, mahalliy immigrant yordam markazlariga murojaat qiling. Ular bepul karyera maslahati, CV tayyorlash va intervyuga tayyorgarlik xizmatlarini taqdim etadi. Indeed, LinkedIn, Jobbank kabi saytlar ish qidirish uchun asosiy platforma hisoblanadi. O'z sohangizda ish topib joylashib olguncha boshqa tirikchilik ishlarini ham qilib tursangiz bo'ladi. Masalan, taksi haydash, yetkazib berish, qurilish, omborxona ishlari, savdo do'konlarida ishlash kabi. 7-qadam, davlat ijtimoiy yordamlariga ariza bering. Agar siz doimiy rezident PR yoki muayyan vizator bilan kelgan bo'lsangiz, bir qator davlat ijtimoiy yordam dasturlariga ariza topshirishingiz mumkin. Masalan, Canada Child Benefit, bolali oilalar uchun oylik nafaqa bojx to'lovlari, GST HST Credit, ya'ni past daromadli fuqarolar uchun soliq krediti, Provincial Benefits, yashayotgan provinsiya taklif etadigan qo'shimcha moddiy yordamlar. Arizalar CRA, ya'ni Canada Revenue Agency orqali yoki soliq deklaratsiyasi orqali topshiriladi. 8-qadam, tibbiy sug'urtaga ariza bering. Kanadada tibbiy yordam, ya'ni Provincial Health Insurance bepul, lekin buning uchun ariza topshirish va kutish ham kerak. Odatda kutish davri 3 oy. Provinsiyaga qarab dastur nomlari ham farqlanadi. Kutish davrida xususiy sug'urta, ya'ni Visitor Health Insurance sotib olishni ham unutmang. Kutish davrida tibbiy xarajatlar bo'lib qolsa, uni qoplash uchun. 9-qadam, manzilingizni rasmiylashtiring va pochta xizmatlariga ro'yxatdan o'ting. Rasmiy manzil barcha hujjatlar uchun asos. Canada Post orqali pochta qutisini oching yoki uy manzilingizni barcha rasmiy hujjatlarga kiriting. Davlat xizmatlari portalida ham manzilingizni yangilashni unutmang. Chunki Kanada davlatida hali hamon biror tashkilotdan sizga pochtada konvertdan biror bir hujjat yuborish usulidan foydalanishadi, elektron pochtadan tashqari. 10-qadam, ingliz yoki fransuz tilini yana takomillashtiring. Til Kanadada muvaffaqiyat kalitidir. Link, ya'ni Language Instruction for Newcomers to Canada dasturi orqali immigrantlar bepul turk tilini olishadi. Onlayn va offlayn formatda ishlaydi. Kelishingiz bilan bu kurslarga tez ro'yxatdan o'ting, chunki guruhlar tez to'ladi. 11-qadam, mahalliy immigrant yordam markaziga boring. Har bir shaharda yangi kelganlar uchun Newcomer yoki settlement xizmatlari markazi bor. Ular sizga barcha yuqoridagi jarayonlarda bepul yordam berishadi. Masalan, ish qidirish, hujjatlarni to'ldirish, tarjimonlik, maslahat, ijtimoiy integratsiya va hokazo. Google'dan siz yashaydigan shahar va yoniga settlement services deb qidiring. 12-qadam, soliq deklaratsiyasi topshirishni yillashtiring. Hatto yil oxirigacha ko'p ishlamagan bo'lsangiz ham, har yil soliq deklaratsiyasi topshirish shart. Barcha nafaqa va kreditlar faqat shundan so'ng hisoblanadi. CRA saytida turli bepul dasturlar, masalan, Netfile, Ufile, Simple Tax, World Simple Tax kabi programmalar mavjud. Ulardan foydalanish orqali bir mutaxassis yordamisiz o'zingiz ham topshirsangiz bo'ladi buni. Xulosa o'rinda, Kanada hayoti hammasini yangi sahifadan boshlash, sabr, tartib va faollik talab etadi. Yuqoridagi qadamlarni izchil bajarib borsangiz, yangi mamlakatga moslashish ancha oson va tezroq bo'ladi. Quyidagi ijtimoiy tarmoqlarda yanada ko'proq qo'shimcha ma'lumotlarni berib bormoqdamiz.